Yaqinda jahon chempionatidagi ikkinchi o'yinimiz bo'lib o'tadi, ya'ni O'zbekiston va Portugaliya o'rtasidagi o'yin. Albatta yurtdoshlarimizga omad tilayman. Albatta g'alaba qozonamiz. Hozir shaharda aylanib yuribman. Allaqachon futbol muhiti sezilyapti shahrimizda. To'g'risini sizlar ham eshitdinglarmi? Bilsangiz, terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus yaratilgan futbol shiori bor. Xuddi o'sha shiorda iyul oyining o'rtasigacha soat 19:00 dan 21:00 gacha mana shu fontan yonida eshitishingiz mumkin. Bu favvoralarni bir vaqtning o'zida bir nechta shaharlarda eshitsangiz bo'ladi. Toshkent City, Toshkent Seoul Mall, Mega Planet Marg'ilon, Afsona Park Namangan. Aslida esa bularning hammasi asosiy voqeadan oldingi qizish xolos. O'zbekiston va Portugaliya o'yinini Coca-Cola tomonidan tashkil qilingan fan zonalarida boshqa muxlislar bilan birgalikda tomosha qilishingiz mumkin. Bu fan zonalar Toshkent Anhor Park, Central Park, Samarqand amfiteatr, Namangan Afsonalar vodiysi, Andijonda esa Navruz Molda mavjud. Shunday lahzalarda birgalikda yashayotganimizning gashti boshqacha. Bu endi biz uchun oddiy o'yin emas, biz uchun katta tarix. Keling, terma jamoamizni birgalikda qo'llab-quvvatlaylik.